Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ta'lim xabarlari.uz saytida attestatsiya jarayonlariga oid o'tkazilayotgan ovozli chatimizga xush kelibsiz. Ustozlar, bugungi ovozli chatimizda malaka sinovi jarayonlari bo'yicha ekspert sifatida oliy toifali pedagog 70% ustama sohibasi Anora Mahkamova ishtirok etadilar. Savollaringiz bo'lsa, e'londa ko'rsatilgan bot manzilimizga yuborishingiz mumkin. Chat oxirida aynan chat ishtirokchilarini mikrofonlarini yoqib, savollarini eshitamiz. Ungacha faqat bot orqali yuborilgan savollarni o'qib eshittiramiz. Ustoz, marhamat, so'z sizga. O'zingizni batafsil tanishtirib o'tishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Assalomu alaykum, ta'lim xabarlari kanali rasmiy xodimlari. Barchangizga xayrli oqshom. Men Anora Mahkamova, respublikamizdagi aynan oliy maqsad Telegram kanali asoschisi, oliy toifali o'qituvchi hamda yaqinda bo'lib o'tgan attestatsiya test sinovlarida 70% ustamaga sazovor bo'lgan malakali o'qituvchi hisoblanaman. Aynan ish faoliyatim, ya'ni tajribam, pedagogik tajribam 12 yilni tashkil etadi. Onlayn ta'lim sohasida esa 5 yillik mentor trener sifatida faoliyat yuritaman. Bugungi suhbatda Alloh nasib qilsa ustozlarimizga attestatsiya jarayonlari qanday bo'layotganligi va ularni qiziqtirgan savollar haqida atroflicha javoblar berishga harakat qilamiz. Rahmat ustoz. Aynan attestatsiya jarayonlari bilan bog'liq bugungi suhbatimiz. Sizga bir nechta savollarimiz bor. Bu yilgi jarayonlari sizning qanaqa o'tmoqda? Avvalgi yillardan farq qiladimi bu yilgisi? O'zimni ish faoliyatim bo'yicha attestatsiya sinovlarida juda ham ko'p test savollariga, jarayondagi voqea hodisalarga hamda o'qituvchilarni bunga tayyorgarligiga juda ham ko'p guvoh bo'lganman. Ya'ni qaysidir yillari o'qituvchilar qanday tayyorlanar edi-yu, test savollari qaysi nuqtai nazar bilan yaratilar edi yoki ayrim o'rinlarda qanday o'qituvchi bu jarayonlarda ishtirok etar edi degan savol hamisha bizda analizda turadi, chunki biz shu jarayon bilan faoliyatimizni bog'liq holda olib boramiz. Hech kimga sir emaski, bu yilgi attestatsiya sinovlarida ustozlarimizda attestatsiyaga bo'lgan munosabat avvalgi yillardan bir necha barobar ortgan. Buni natijasi deb bilamanki shuni, ya'ni birgina test sinoviga vazir ustamasi uchun sinovlarda qatnashish, bundan tashqari yil o'qituvchisi ko'rik tanloviga ham aynan malaka sinovlari natijasining integratsiya qilinganligi, 70% ustamaning joriy etilganligi o'qituvchilardagi attestatsiyaga bo'lgan munosabatni oshishiga olib keldi. Va jarayonni kuzatib shunga guvoh bo'ldimki, o'qituvchi murabbiylarimiz o'zini ustida ishlashga, davlatimiz yaratib berayotgan har qanday imkoniyatlardan foydalanishga va yana ham aniqroq qilib aytganda, o'zlarini moddiy, ma'naviy ehtiyojlarini mana shu imkoniyatlar orqali qondirishga jon dildan, sidq dildan harakat qilib bunga erishib kelmoqdalar. Ustoz, qarang, o'zi malaka sinovlarida eng muhim narsa nimada? Ya'ni o'qituvchilar nimalarga e'tibor berishi kerak? Shu o'rinda obunachilarimizga eslatib o'tamiz. Savollarni bot orqali yuborishingizni so'raymiz. Kommentariyaga yozmang savollarni. Biz aynan bot orqali kelib tushgan savollarni ustozga o'qib eshittiramiz. Attestatsiya testlariga tayyorgarlik ko'rayotgan har qanday o'quvchi faqatgina darslik, ya'ni maktab manbasi bilan cheklanib qolishi bu juda ham katta xato hisoblanadi. Chunki o'zini nomi bilan bu o'qituvchi uchun sinov. Ustozlarimiz esa birozgina noto'g'ri yo'nalishdan ketishadi-da, o'quvchi kitobini yod olishadi. Ya'ni darslikni yod olishadi va mana shu darslik bo'yicha savol tushadi menga degan nuqtai nazarda bo'ladilar. Bugungi kun o'qituvchisi nafaqat o'quvchi darsligidagi bilimni mukammal bilishi, balki mana shu fan doirasidagi internet ma'lumotlari, qo'shimcha manbalar, hattoki xalqaro baholash dasturlarida talab etilayotgan mezonlar va unga ana shu talabga javob beradigan bilimlar doirasini yaxshi egallasalargina bu yilgi yoki undan oldingi yilgi va kelajakda reja qilinayotgan attestatsiya test sinovlarida muvaffaqiyatli qatnasha oladilar. Barcha ustozlarim tayyorgarlik ko'rgan, attestatsiyadan o'tgan va o'tmoqchi bo'lib turgan ustozlarimizga bitta tavsiya va bitta o'zim ham pedagog sifatida yo'nalish berishim mumkinki, faqat darslik bilan chegaralanib qolmaslik kerak.
qobiqqa tushib qolmaslik kerak. Mantiqni, tafakkurni va turli sohalarni, ya'ni o'zini faniga oid bo'lgan turli yo'nalishlarni turli jabhadan o'rganib, keyin uni testda qo'llasagina natija juda ham yaxshi bo'ladi. Aha, sizni 70% ustamaga ega pedagog sifatida tanishtirgandan keyin aynan botga shu bo'yicha savollar kelib tushishni boshladi. Aynan tayyorgarlik jarayoni qanaqa bo'lgan? Buning uchun men ham 70% ustama olishim uchun nimalar qilishim kerak degan savollar yo'llashibdi. 70% ustamaga ega bo'lish uchun o'qituvchi, ya'ni 86 va undan yuqori ball olishi va u birinchi va oliy malaka toifasiga ega bo'lgan o'qituvchi bo'lishi kerak. O'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytamanki, va o'zimni tajribam bundan tashqari bizda mana yuzlab, hattoki 1000 nafarga yetib qoldi 70% ustama olgan ustozlarimizni safi tayyorlanib. Ustozlarimizda tinimsiz harakat bo'ldiki, ular nafaqat o'zlarini fanlarini, balki pedagogik mahorat va kasb standarti bo'yicha o'qituvchilarga taqdim etiladigan 15 ta savolni ham jiddiy qabul qilishdi. Avvallari tayyorgarlik jarayonida bilardimki, ustozlarimiz o'zini faniga urg'uni berib, pedagogik mahorat va kasb standartiga u darajada e'tibor berishmasdi va vaholanki 15 ta savol, ya'ni 30 ball mana shu soha bo'yicha olinadi. Ustozlar har qanday muvaffaqiyatga erishganda men ulardagi bitta narsani ko'rdimki, ya'ni shu yuqori ball olgan ustozlarni natijalarini va ularning biografiyasini o'rganamanda, ya'ni bu ustozimiz qanday bu natijaga erishdilar? Ularni tinimsiz izlanganliklari, biror bir o'rinda to'xtab qolmaganliklari va har doim natija sari intilganlarini ko'rdim. Juda ham ko'p ustozlarimiz natijalarini ko'rib, ularning faoliyatiga bir nazar solganimda, bu tinimsiz mehnat, o'rganish, izlanish va hattoki mag'lubiyatlardan-da bir ibrat olib harakat qilish ekanligini angladim. Aha, tushunarli. Yutuqlar haqida gaplashdik. Attestatsiya jarayonida o'qituvchilarimizni ko'pchiliklarida uchraydigan xatolar qaysilarda deb o'ylaysiz? Qaysi joylardagi xatolarni to'g'rilasa, ulardagi natijalar yaxshiroq bo'lishi mumkin edi deb o'ylaysiz? Qanday sinov o'zini nomi bilan sinov, bu o'qituvchilar uchun bo'ladimi yoki abituriyentlar yoki boshqa soha vakillari uchun sinov bo'ladimi? Albatta bu sinovda kimdir mag'lub, kimdir g'olib bo'ladi. Va ana shu nimadir sabab bilan kimdadir vaqt, kimdadir imkon, kimdadir omad yetishmovchiligi yoki kimdadir bilim saviyasining yetarli emasligi natijasida yetarli darajada ball yig'a olmaslikni eng birinchi sababi faqat aytganimdek maktab darsliklari doirasi bilan cheklanib qolish. Ikkinchidan, vaqtni to'g'ri taqsimlay olmaslik. Uchinchidan, test yechish texnikasini bilmaslik. Bilim bor, malaka bor, yechib ko'rgan testlarni, lekin bugungi zamon testi, bugungi zamonda, ya'ni bugungi rivojlangan o'qituvchi uchun tayyorlanayotgan mulohazali savollarga yondashuvning noto'g'ri ekanligi ko'plab muvaffaqiyatlarga, ya'ni muvaffaqiyatsizliklarga sabab bo'lib qoldi. Ustozlarimizga mana shu yerda meni tinglab turgan hamma ustozlarimga aytamanki, bu yerda mana muvaffaqiyatli ustozlar, hattoki toifadan o'ta olmagan ustozlar, o'tmoqchi bo'layotgan ustozlar bizni tinglab turibdilar. Har qanday vaziyatda o'qituvchi faqatgina bir tor doira bilan cheklanmasagina bugungi kunda nafaqat attestatsiya, boshqa sinovlarda ham muvaffaqiyatga erisha oladi. Va boshqa fan o'qituvchilarim, ya'ni yuqori sinf o'quvchilarimiz ko'proq pedagogik mahorat va kasb standartiga bee'tibor bo'lganliklari natijasida hattoki mutaxassisligidan 35 ta yechib ham pedagogik mahorat va kasb standart testini yaxshi yecha olmaslik natijasida ko'zlagan maqsadlariga erisha olmay qoldilar. Nizom berildi, spetsifikatsiya chiqdi, necha balga qanday ustamalar yoki toifa berilishi e'lon qilingan, buni hamma biladi, lekin ustozlarimiz urg'uni mutaxassislik faniga beradi ko'proq. Bu yoqda ham 30 ball bor ekanligi, ya'ni pedagogik mahorat va kasb standartidan 30 ball olish mumkin ekanligini esa juda ham testga yaqin vaqt qolganda tushunishadi. 10 kun, 5 kun, 4 kun, 3 kun, hattoki 15 kun qolganda tayyorgarlikni boshlashadi. Men aynan bu fan bo'yicha dars berganim uchun aytmayapman. Umumiy o'qituvchi bo'lganim va o'qituvchilar holatini tushunganim uchun aytayapmanki, qanday o'z mutaxassislik faningizga e'tibor bersangiz, pedagogik mahorat va kasb standartiga ham shunday e'tiborni qarating. Chunki sizga 30 ballni, ya'ni sizni cho'qqiga, yuqori ballga olib chiqadigan ball aynan mana shu soha bo'yicha
qo'shimcha sizga yordamchi bo'lib beriladi. Mana shu tomonga e'tibor berish kerak. Rahmat ustoz. Obunachilarimizdan ovoz kelmayapti degan xabar kelibdi. Menimcha hammada ovoz yaxshi. Agar sizda ovozda texnik muammo bo'layotgan bo'lsa, chatdan qayta chiqib, qayta qo'shilishingizni maslahat beraman. Shu o'rinda ijtimoiy tarmoqlarimizni, Ta'lim xabarlari.uz, Instagram, YouTube, Telegram kanallarini kuzatib borishingizni maslahat bergan bo'lardim. Attestatsiya bo'yicha o'z kerakli savollaringizga ba'zi javoblarni video, matn formatlarida ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Men savollarni yana o'qib eshittirishda davom etaman. Fotima Fayizmatova ismli obunachimizdan savol kelibdi. Assalomu alaykum ustoz. Men bu mavsumdagi test sinovlarida 84 ball oldim va yil o'qituvchisi natijam 113.2 ball. Ushbu ball mening kasbiy faoliyatimga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatadi? Ijobiy tomonlari mavjudmi deb yozibdilar. Hurmatli ustoz, aynan siz 84 ball olganligingiz tufayli hozir toifangiz haqida ma'lumot yozmagansiz. Agar siz birinchi va oliy malaka toifasiga ega bo'lsangiz, sizga 70% ustama berilmaydi, chunki 86 va undan yuqori ball uchun. Lekin siz birinchi malaka toifasida bo'lib bu ballni olgan bo'lsangiz, birinchi navbatda sizga albatta oliy toifa sertifikati beriladi yoki birinchi toifa sertifikati beriladi, ikkinchi toifa bo'lib bu ballni to'plagan bo'lsangiz. Endi sizga yil o'qituvchisi ko'rik tanlovi uchun qo'yilgan ballimiz endi sizning hududingiz bo'yicha reytingga qo'yiladi. Ya'ni sizning yashash hududingiz, tumaningizda xuddi mutaxassislik fani bo'yicha shu ballni to'plagan ustozlarimiz safi ko'p bo'lsa, siz bu tanlovlarda ishtirok eta olmaysiz. Lekin hududingizda siz aynan shu yil o'qituvchisi uchun olgan 118.nechi ham deb aytdingiz, mana shu ball bilan teng yoki pastroq ballar bo'lsa, siz kuchli 3 talikka kira olsangiz, siz aynan vazir ustamasi va yil o'qituvchisi ko'rik tanlovida qatnashishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bu hududiy reytingga qarab tanlanadi. Siz yashab turgan, faoliyat yuritib turgan tumanda ana shu 3 ta kuchli natija olinadi. Agar sizni ballingiz kuchlilar qatorida bo'lsa, bu tanlovlarda qatnasha olasiz. Lekin sizdan yuqoriroq ball to'plagan 3 ta kuchli vakil bo'lsa, ular qatnashadi. Hozir sizni ballingizga qarab men bir narsa deya olmayman, chunki men sizni hududingizni natijasini to'liq bilmayman. Uni aynan mutaxassislar o'zlari attestatsiya yakuniga ko'ra e'lonlar berishadi. Shu ustozlar shuncha ball to'pladi va mana shu vazir ustamasi hamda yil o'qituvchisi ko'rik tanloviga nomzod bo'la oladilar. Mana bu vaqtda test bo'ladi deb ularga o'zlari aloqaga chiqadilar. Shuning uchun umumiy men sizga nisbiy javob berdim. Yakuniy javobni esa hududiy boshqarmalar sizga berishadi. Keyingi savolimiz Xolmirzayeva Dildora ismli obunachimizdan kelganlar. Uzrli sabablarga ko'ra attestatsiyaga qatnasha olmagan pedagoglar uchun attestatsiya qayta o'tkaziladimi, qachon o'tkaziladi degan savol bergan ekanlar. Bu savolga sizda javob bormi ustoz? Agar bo'lsa, o'z javobingizni taqdim etsangiz. Aynan meni o'zimda shaxsan bo'lishi yoki bo'lmasligi haqida yakuniy ma'lumot yo'q, chunki bu bizni vakolatimizga kirmaydi. Vakolatli idoralar o'zlari e'lon berishadi. Uzrli sabablarga ko'ra testdan qolib ketgan ustozlar uchun qaysi sanada test bo'ladi yoki bo'lmaydi. Chunki bizga ma'lumki, mana bahorgi attestatsiya sinovlarida vaqtida aynan uzrli sabablarga ko'ra qolib ketgan ustozlar uchun test bo'lmadi, lekin ularning to'lovi kuzgi attestatsiyaga o'tkazilib, ular kuzda topshirdilar. Endi buni mutasaddi xodimlar hal qilishadi. Buni bizni doiramiz bo'yicha hal qila olmaymiz. Rahmat. Keyingi savol bor. Agar pedagog o'z fani bo'yicha milliy sertifikat olsa, attestatsiya imtihonlarida imtiyoz bo'ladimi degan savol kelgan ekan. Qaysi bo'yicha? Milliy sertifikat olsa, attestatsiya imtihonlarida imtiyoz bo'ladimi degan savol yo'llaganlar. Endi pedagog ham savollar biroz noto'liqligi uchun umumiy javob berishga harakat qilyapman. Yuqori sinf o'qituvchilari o'zlarini yo'nalishi bo'yicha milliy sertifikat, misol uchun ona tili adabiyoti o'qituvchisi milliy sertifikat olsalar va ariza topshirayotgan vaqtda sertifikat ballimdan foydalanaman degan tugmani bossalar, ular faqat pedagogik mahorat bo'yicha test savolini yechadilar va ularga maksimal o'sha sertifikat uchun 80 ball beriladi. Lekin boshlang'ich sinf o'qituvchilari ona tili yoki matematikadan milliy sertifikat olgan bo'lsalar ham, ularni mutaxassislik yo'nalishiga sertifikat hech qanday ta'sir qilmaydi. Tushunarli, rahmat javob uchun. Yana uzrli sabablarga
ko'ra kelmagan holatlar yuzasidan savollar bo'lgan ekan. Agar uzrli sabablarga ko'ra test qayta bo'ladigan bo'lsa, aniq bo'lsa, biz xabarlarni o'zimizni kanalimizda e'lon qilib boramiz. Ya'ni ta'lim xabarlari saytida, ta'lim xabarlari kanalida va bu bo'yicha bizni sahifalarimizni kuzatib borsangiz bo'ladi. Xuddi shunday. Hozir keyingi yana savollarni o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum. Maktab psixologlari 86 ball olsa, 70% ustamaga da'vogar bo'la oladimi? deb savol yo'llabdilar. Hasanova Bahriniso obunachimiz. Rahmat e'tibor uchun. Aynan psixologlar uchun 70% ustama joriy etiladimi yoki yo'qmi degan savolga meni o'zimda shaxsiy javob yo'q. Chunki men bu aynan psixologlar nizomi bilan tanish emasman. Men vakolatim doirasida, bilganim doirasida javob beryapman. Psixologlarga 70% ustama joriy etilish yoki etilmasligi haqida aniq menda qaror yoki nizom yo'q. Bu savol bo'yicha biz aniqlik kiritib, vazirlik bilan bog'lanib, saytimizda xabar chiqaramiz keyingi faoliyatimiz davomida. Ustoz yana sizga savol yo'llashibdi. Yil o'qituvchisi tanloviga agentlik tarkibidagi ixtisoslashtirilgan maktab internetlarida ishlaydigan ustozlar ham qatnasha oladimi? deb savol yo'llabdilar. Elbek Rahimov. Hurmatli ustozlar, aynan eslatib o'tishim kerak. Men vazirlikda yoki bo'lmasa mana shu test sinovlari agentligida ishlaydigan ekspert emasman. Men o'qituvchiman, xuddi sizlarday, pedagogman va men o'zimni tushuncham va sizlarga attestatsiyaga tayyorgarlik jarayoni haqida ma'lumot bera olaman. U qatnasha oladimi, bu qatnasha olmaydimi degan javoblarga, mutaxassis savollarga mutaxassislar javob berishadi. Chunki biz aynan hozir juda ham nufuzli kanalda onlayn chatdamiz. Bizni har bir javobimiz bizga to'g'ri deb ustozlar qabul qilib qolishi mumkin. Shuning uchun bunaqa, ya'ni mutasaddi xodimlar hal qilish kerak bo'lgan, javob berish kerak bo'lgan savollarga to'g'risi men javob bermayman. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Men ham o'qituvchiman, oliy toifali o'qituvchiman va attestatsiyaga tayyorgarlik bo'yicha kanalda faoliyat yuritaman, onlayn faoliyat. Mana shu faoliyatim doirasida savol bersangiz, qo'limdan kelgancha javob beraman ustozlarim. Tushunarli. Keyingi savolimiz, men hozirda tarix fandan B+ sertifikatim bor va 50% ustama oldim va kuzda 88 ball bilan oliy toifani oldim va menga 70% ustama beriladimi? Shunda 120% to'laydimi yoki faqat bittasini to'laydimi degan savol yo'llabdilar. Bunga ham o'zimning shaxsiy tajribamdan javob beraman. Aynan bizning maktabimizda ishlayotgan tarix fan o'qituvchimiz ham xuddi shunday ham milliy sertifikat, ham 70% ustama sohibi bo'lgan edilar va belgilangan muddatda ham milliy sertifikatlariga, ham 70% ustamaga ustama to'lab borilmoqda. Xo'p, tushunarli ustoz. Yana sizga savol yo'llashibdi. Kasb standarti yoki pedmahoratga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak degan savol beribdilar. Tushunarli. Aynan ustozimiz so'ramoqchilar, ya'ni o'qituvchilar uchun attestatsiya sinovlarida jami 50 ta savol bo'lishi hammaga ma'lum. Bulardan 5 tasi kasb standarti, ya'ni o'qituvchining kasb standarti bo'yicha va 10 tasi pedagogik mahoratini aniqlashga oid bo'lgan savollar. Pedagogik mahorat va kasb standarti bu 3 kun, 10 kun yoki 15 kunda o'rganiladigan soha emas. Bu yillar davomida o'rganiladigan, shakllanadigan va o'qituvchi o'zini faoliyatida qo'llab buni tajribadan o'tkazib yetarli bilimlarga ega bo'ladigan soha hisoblanadi. Aynan attestatsiyaga tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'lgan ustozlarim xohlasin o'zlari mustaqil spetsifikatsiya bo'yicha adabiyotlarni o'rgansinlar. Xohlasinlar biror bir ustoz pedagog bilan bamaslahat o'rgansinlar buni. Lekin iloji boricha pedagog mahorat va kasb standartiga eng kamida 4 oy vaqt ajratishlari kerak. Berilgan spetsifikatsiyadagi darsliklar doirasi va undan-da tashqari zamonaviy uslublar, metodlar, yangiliklar, sistem o'quv dasturlari hammasini atroflicha o'rganish va pedagog mahorat va kasb standart testlariga to'liq javobni topish uchun avvalo pedagog o'z tajribasida ana shu
olgan bilimlarini qo'llab ko'rish kerak. Harakat, bilim va tinmay izlanib o'rganish natijasida pedagogik mahorat va kasb standart testlariga 100% hattoki javob berish mumkin bo'ladi. Shu o'rinda ustoz, o'zingiz qanday qo'llanmalar yoki saytlardan foydalanishni maslahat berasiz? Aynan o'qituvchilarimizga foydali bo'lardi. Aynan o'zimni soham bo'yicha, ya'ni pedagogik mahorat va kasb standarti bo'yicha ustozlarimizni tayyorlar ekanman. Bundan tashqari boshlang'ich sinf o'qituvchilarini to'liq 50 talik savol uchun, ya'ni attestatsiyaga tayyorlaymiz. Va men jarayonda shu narsaga urg'u beramanki, ustozlarimiz spetsifikatsiyadagi yoki bolani qo'lidagi darslikni yodlab olmaslik kerak, yodlashni chiqarish kerak, unutish kerak. Mohiyatni, aynan savoldagi so'ralayotgan mazmunni topa olish ko'nikmasi bo'lishi kerak. Men savollarni o'zim tahlil qilganimda shu narsaga amin bo'ldimki, savollar shunday tuzilganki, unda faqat o'qituvchining bilish kognitiv darajasi emas, balki bilganini amalda qo'llash, bilganini tahlil qilish, bilgani asosida nimadir yangiliklar yaratish va bilganlarini baholash ko'nikmalari, bir so'z bilan aytganda, Bloom taksonomiyasiga oid bo'lgan kognitiv kompetensiyalar baholanayotganini guvohi bo'ldim. Test savollari shunday darajada tuzilganki, unda faqatgina yodlash, ma'lumot o'rganish yaxshi natija bermaydi. Atroflicha, mulohazali fikrlash, pedagogning nafaqat hozirgi vaqtdagi, balki 6 oylik butunlay pedagogika sohasiga qadam qo'ygan onadan boshlab olgan bilimlarining hammasini jamlanmasi bu yilgi testlarni yechishda eng katta yordam berdi. Rahmat ustoz. Yana savol jo'natishibdi. Men kuzgi attestatsiyada 84 ball olganman. Kelasi yil uchun vazir jamg'armasiga da'vogarlik qilishim mumkinmi degan savol kelgan. Bu savol yuqorida javob berdik. Vazir jamg'armasiga yoki vazir ustamasiga da'vogarlik qilish uchun, yil o'quvchisiga da'vogarlik qilish uchun hudud bo'yicha reyting bo'yicha ballar saralab olinadi. Hududiga qaraladi. Ya'ni ana shu ustozimiz ishlayotgan hududda agar yuqori ball olgan ustozlar safi keng bo'lsa, 3 tadan nomzod tanlab olinadi. Agar pastroq ball to'plaganlar ko'p bo'lib, bu ustozimiz ham yuqori ball hisoblansalargina qatnasha oladilar. Buni faqat attestatsiya yakunida barcha ballar to'planib, o'zi e'lon beriladi. Siz qatnasha olasiz, shu vakolatga egasiz deb. Chunki reyting bo'yicha tanlab olinadi. Bu ogohlantirish oldindan berilgan. Tushunarli. Ochilova Madina Banu savol yo'llabdilar. Assalomu alaykum ustoz. Kasbiy sertifikat bilan attestatsiya savollari bir xilmi? Men yaqinda ishga kirdim. Shunga ko'ra, menga kasbiy sertifikat olish aytib o'tildi. Shuning uchun sizdan maslahat so'raman degan ekanlar. Albatta. Kasbiy sertifikat olish imtihonlaridagi test savollari hamda toifa testiga tayyorgarlik ko'rishdagi toifa testlari biroz bir-biridan farq qiladi. Chunki kasbiy sertifikat o'zini nomi bilan mutaxassisga beriladigan ilk qo'lidagi shu kasbga munosiblik layoqatini ifodalab beruvchi sertifikat. Toifa sertifikati esa bu orqali o'quvchiga ma'lum bir ustama qo'shiladigan, 70% ustamaga olib boradigan, yil o'quvchisi yoki vazir ustamasiga o'tadigan darajadagi testlar jamlangan imtihon. Shuning uchun kasbiy sertifikat imtihonlari to'g'ri attestatsiya sinovlarida qamrab olingan mavzular asosida bo'ladi, lekin savollar darajasi attestatsiya testlari darajasida bo'lmaydi. Chunki attestatsiya, yuqorida ham aytdim, integratsiya qilindi bir necha tanlov va vazir ustamasiga nomzod bo'lgan ustozlarimiz uchun integratsiya qilinganligi natijasida attestatsiya testlariga nihoyatda jiddiy urg'u berildi. Shuning uchun aynan bir xil deb bo'lmaydi. Ana shu mavzu doirasida, lekin savollar darajasida farqi bo'ladi. Rahmat ustoz. Yana savol kelibdi. Assalomu alaykum. Fizika fani o'qituvchisiman. Attestatsiyada maksimal ballni olish uchun milliy sertifikat darajasi qanday bo'lishi kerak degan savol yo'lladi. Hurmatli ustoz, aytyapman, bunday savollar, ya'ni fizika fan ustozlarimizning milliy sertifikat darajalari yoki matematika ustozlarimizning milliy sertifikat darajalari, ularni qanday maksimal ball olish haqida meni vakolatim doirasida javob bera olmayman. Yana savol yo'llabdilar. Boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Ona tilidan milliy sertifikatim bor. Matematikadan sertifikatim ustama ikkalasiga ham to'lanadimi? O'zim ham boshlang'ich sinf o'qituvchisiman va bu sohadan xabarim bor. Agar ustozimiz ham matematika ham ona tilidan milliy sertifikat olsalar, ikkalasiga ham alohida milliy sertifikat to'lanadi.
Ona tili darslari uchun 50%, matematika, ya'ni 5 soat darslari uchun 20% ustama to'lanadi. Yana talabgorlarda savollar bo'lsa, botimiz orqali savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Qolganlarga keyin mikrofonlaringizni ochib, savollarni berishlaringiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Hurmatli ustozlar, qo'l ko'tarish nimasini bossangizlar, keyin sizlarga so'z berishga imkoniyat bo'ladi. Gulnora Husanovani mikrofonlarini ochdim. Savolingizni bersangiz bo'ladi. Rahmat va Xadija profil egasini ochdim mikrofonlarini. Savolingiz bo'lsa berishingiz mumkin. Mikrofoningiz yoniq. Huquq fan o'qituvchisi. Bemalol qanday pedagoglarimizda savollar bo'lsa, o'z tushuncham bo'yicha va faoliyatim bo'yicha javob berishga va ustozlarimizga yordam berishga harakat qilaman. Mahfuza Nasriddinova, marhamat. Mikrofoningiz ochilib, bemalol savolingizni berishingiz mumkin. Agar yana kimdir savol bermoqchi bo'lsa, mikrofoningizdan gapirish tugmasini bosishingizni so'raymiz. Boshqalar mikrofonni o'chirib turishlari mumkin. Marhamat, Mahfuza Nasriddinova. Agarda savolingiz yo'q bo'lsa, sizni mikrofoningizni yana yopib qo'yamiz va boshqa ishtirokchilar gapirish huquqini ochamiz. Marhamat, Abdullayeva Gulshod ismli ishtirokchimiz, ovoz ijod qatnashchisi, mikrofoningiz ochildi. Savolingizni berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mening savolim shundan iboratki, attestatsiya natijalarini biz test yakunlangandan so'ng javoblarni ko'rsatib bersa yaxshi bo'lardi. Chunki biz apellyatsiyaga berish uchun qaysi savolda noto'g'ri javob berayotganligimizni aniqlay olmayapmiz. Shuni imkoni bormi demoqchi edim. Chunki demo testlarda ham shunday bo'ladi. Hurmatli ustoz, siz aytmoqchisizki, bizni savollarimiz o'zimizga ko'rinsin va nima savolda qanday xato qilganimizni bilaylik demoqchisiz, shundaymi? Xuddi shunday. Hurmatli ustozim, aynan bu bo'yicha o'zimni shaxsiy tajribamdan javob beraman. Aynan test savollarida qaysi o'rindagi nechinchi savolga javob berganingizni bila olasiz, lekin test savollari aynan ochiq berilmaydi. Chunki butun baza ana shu hamma ustoz o'ziga tushgan testni ko'raversa, butun baza respublika bo'ylab o'qituvchilarga tarqalib ketadi. O'zi bazani maxfiyligi bor, o'ziga yarasha doirasi borda. Shuning uchun savollar ochiq berilmaydi. Namunaviy sinov o'zidagi savollar sizni tayyorgarlik ko'rishingiz va yo'nalish uchun beriladi. Men o'zim ustozlarimizni shu bo'yicha tayyorladim. Sinov testi shabloni bilan tayyorladim. Ming rahmat aytaman mutasaddilarga, juda ham to'g'ri shablonni berishgan. O'qituvchilarimiz juda ham to'g'ri yo'nalishda shu orqali tayyorlanishdi. Lekin har bir ustozga savollari ochiq oydin o'zi belgilab ham qo'yilgan nizomlarda ham ochiq oydin berilmaydi. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling ustoz. Rahmat. Rahmat sizga savolingiz uchun va o'ylaymanki javob ham tushunarli bo'ldi. Yuqorida aytib o'tilmagan, yuqorida javobi berilmagan savollar bo'lsa, iltimos ustozlar mikrofoningizni yoqish tugmasini bosing. Biz albatta mikrofoningizni ochamiz, savolingizni o'qib eshitish bo'ladi. Xullas, marhabo Rustam va ishtirokchimiz, marhamat, mikrofoningiz ochildi. Savolingizni o'qib eshitish mumkin. Assalomu alaykum Anora ustoz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum ustoz.
Ustoz, men sizda yozdan beri tayyorlandim. Mana kuzgi attestatsiyada topshirib, 10 tadan 9 ta pedagogga ishladim. Birinchi o'rinda sizga rahmat aytaman. Rosa chiroyli dars o'tdingiz. Rosa unumli foydalandik sizdan. Manfaatli Endi bo'lsin ustoz. rahmat. 84 ball bo'ldi. 70% ustimaga topshiruvdim. Endi yana sizda tayyorlanmoqchi edim. Shunga bahorgi attestatsiya uchun kurs qachondan boshlaysiz? Onlayn kurslaringizni shuni bilmoqchi edim. Ha, aynan bizni maqsadimiz, ya'ni Anor mahkama jamoasi maqsadi respublikamizning har bir o'qituvchisi uchun attestatsiya sinovlariga, milliy sertifikat imtihonlariga amaliy yordam berish, o'qituvchiga o'qituvchilik ko'magini berish. Shuning uchun hozir darslarimizni reja qilyapmiz. Ertaga Alloh nasib qilsa, ertaga emas, ertadan keyin ekan, uzr. 12 noyabr kuni soat 20:00 da o'zi sizga ma'lum bo'lgan kanalimizda biz ham taqdimot o'tkazamiz. Xuddi shunday. Ana shu taqdimotda kelgusi rejalar, tayyorgarlik rejalari, qanday usulda va qaysi vaqtlarda tayyorlanamiz, qaysi yo'nalishlarda bilim olamiz, hammasiga oydinlik kiritib taqdimotda ma'lumot beramiz ustoz. Rahmat ustoz. Omad yor bo'lsin. Javobingiz uchun, savol uchun ham alohida rahmat. Ko'pchilik o'qituvchilar tomonidan yaqinda bo'lib o'tgan attestatsiya natijalari bilan bog'liq savollar kelib tushmoqda tahririyatımizga. Savollardan norozilik, testlarning qiyinligi haqida ko'pchilikda murojaat borligi ko'rinib turibdi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchimizki, biz ta'lim xabarlari .uz jamoasi bu bo'yicha vazirlik bilan bog'lanyapmiz, tegishli tashkilotlar bilan bog'lanyapmiz va keyingi ovozli chatimiz katta ehtimol bilan aynan shu mavzu atrofida qurilishini reja qilib qo'yganmiz. Demoqchimanki, aynan o'sha test natijalari bo'yicha savollaringiz bo'lsa, hozir uni berishingiz shart emas. Keyingi ovozli chatda albatta bu savollarga ham tegishli mutasaddilar tomonidan javob topishga harakat qilamiz. Hozir esa aynan Mahkam va Anor ustozimizga atalgan navbatdagi savollaringizni aytishingiz mumkin. Biz yana bir ishtirokchini mikrofonini ochamiz. Bu ishtirokchi marhamat Sayyora Narzullayevna, mikrofoningiz yoqildi. Bemalol savolingizni o'qib eshittirishingiz mumkin. Javob bermadilar, balki aloqa yaxshi emasdir. Elmurod Toshev Karim o'g'li, marhamat savolingizni o'qib eshittirsangiz bo'ladi. Bu albatta texnik nosozliklar bo'lib turishi mumkin. Bu tabiiy jarayon hisoblanadi. Shuning uchun boshqa o'qituvchilarning mikrofonini ochib savol eshitamiz. Rahima, marhamat Rahimaxon Alimova. Mikrofoningiz yoqildi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat savolingizni o'qib eshittirsangiz bo'ladi. Men o'tgan safar kuzgi attestatsiyada qatnashib 66 ball bilan tarix fanidan ikkinchi toifaga o'tdim-da, lekin bahorgi attestatsiyada savollar qiyin, murakkab tushib 58 ball bilan yiqildim-da. Hozir kuzgida yana topshirdim, 72 ball bilan o'tdim. Savol o'shani bir Ustozimizda aloqa yaxshi emas. joyiga keltirishda iloji yo'qmikan? Bir murojaat qilsak, apellyatsiyaga bersak, apellyatsiyani ko'rib chiqmayapti. Qandaydir bosimlar bo'lyapti. Vazirlik tomonidan mani yaqinda ham vazirlik yutib chiqdi. Ingliz tili o'qituvchilarini ham yiqitib yubordi. Tasviriy san'at, texnologiya fan o'qituvchilari ham ko'pi yiqilib ketyapti-da. Savolingiz uchun rahmat. Aytib o'tdim bu haqida. Bu bo'yicha alohida ovozli chat tashkillashtirish rejamizda bor. Bu savolingizga albatta keyingi ovozli chatlarda javob berishga harakat qilamiz. Men hozir Mardabiy va Xolbova ismli ishtirokchimizning mikrofonlarini yoqdim. Marhamat savolingizni berish. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Savolim shundan iborat ediki, Anora ustoz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Attestatsiya jarayoniga bu safar mana shu attestatsiya jarayoniga o'rta maxsus o'qituvchilar va oliy ma'lumotli o'qituvchilar birdan jalb qilindi. Ha. Umumiy
berilgan testlarning darajasi har ikki toifa uchun ham bir xil bo'lganmi? Bu birinchi savolim. Endi ikkinchi savolim shundan iborat ediki, orasidagi ikkala darajadagi o'qituvchilar, ya'ni oliy ma'lumotli va o'rta maxsus o'qituvchilarda orasidagi ball tafovutlar qanaqa bo'ladi? Necha ballgacha to'plash kerak va qaysi balldan past bo'lsa qanday oqibatlarga olib keladi? Shu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi edim, ustozjon. Hurmatli ustoz, siz hozir o'rta maxsus ma'lumotli ustozmisiz yoki oliy ta'limni bitirgan ustozmisiz? Men o'zim maktabda ishlayman. Hozirgi kunda 4-kurs Farg'ona davlat universiteti 4-bosqich talabasiman. Sirtqi ta'limda ham ishlab, ham o'qib, ish faoliyatimda olib boraman. Hurmatli ustoz, o'qituvchilarni attestatsiyaga nima jalb qilishda anaqada faol qatnashgan, o'sha dokumentlarni topshirish, shu savollar hozir endi ustozlarda ayni kunlarda mana o'sha nimalar natijalar e'lon qilindi, hamma balini bildi. Endi oqibatlari qanaqa bo'ladi degan savollarga javob olmoqchi edim. Vaziyatdan foydalanib. Ustoz, aynan buni ham o'sha vakolatli mutasaddi xodimlar hal qiladilar, lekin o'zim tushuncham va bilimim bo'yicha sizga javob berishim mumkinki, o'rta maxsus ma'lumotli o'qituvchilar attestatsiyaga jalb etildi, lekin ularga toifa sertifikatlari berilmaydi. Ularga o'zini kasbiga munosib degan sertifikat beriladi, ya'ni muvofiq, ya'ni sertifikati beriladi va siz o'zi aslida shu attestatsiya jarayoniga aslida jalb qilinmaysiz, chunki siz oliy ta'limni hali bitirmaganligingiz uchun. Siz oliy ta'limni bitirganingizdan keyin diplom olasiz va keyin attestatsiya sinoviga jalb qilinasiz. Attestatsiya sinovida 56 ball to'plasangiz, sizga mutaxassis darajasi beriladi, ya'ni sizga toifa berilmaydi, lekin o'zini mutaxassisligini yoqladi degan sertifikat bo'ladi. Bu mutaxassislik balli, bu 56 ball, ya'ni muvofiq emas degan tushuncha bo'lmaydi sizda. 56 balldan past ball to'plasangiz, pedagog o'zini kasbiga muvofiq emas degan sizga natijaviy xulosa beriladi. 60 ball to'plasangiz sizga ikkinchi malaka toifasi va 60 balldan yuqori necha ball to'plashidan qat'iy nazar 60 va undan yuqori ball uchun ikkinchi toifa, 56-58 ball uchun mutaxassis o'zini faoliyatiga mutaxassisligiga munosib degan sertifikat beriladi, lekin toifa berilmaydi. 56 dan past ball to'playdigan bo'lsangiz, mutaxassis o'zini egallab turgan lavozimiga munosib emas degan xulosa berishga sabab bo'lib qoladi. Endi shunda hozir o'rta maxsus ustozlarda demak noloyiq o'qituvchi deb shunaqa bo'lib qolar ekanda. Agar 56 balldan past ball to'plasalargina shunaqa qaror chiqadi, ya'ni attestatsiya natijasiga ko'ra. 56 va undan yuqori ball to'plasalar, ular o'zlarini kasbiga, ya'ni mutaxassislik doirasiga layoqatli degan sertifikat beriladi, lekin bu toifa sertifikati hisoblanmaydi, ya'ni ularga bu sertifikat uchun qo'shimcha oylik maosh to'lanmaydi. Tushundim. Yana biror marta qayta topshirishga imkoniyat beriladimi yoki endi berilmaydimi? Siz bir marta topshirib o'sha o'ta olmasa, 56 balldan past to'plasa, keyin yana qayta topshirishga imkoniyat beriladimi degan savolni beryapsiz-da, hurmatli ustoz, shundaymi? Ha, xuddi shunday ustozjon. Ayni hozirgi bizning tizimimizda qaltis bir o'qituvchiga bir marta attestatsiyadan o'tolmagani uchun ishdan bo'shatish holatlari kuzatilayotgani yo'q. Ustozlarimizga qo'shimcha imkoniyatlar berilmoqda. Ya'ni hech bo'lmaganda toifa sertifikatiga bor, undan o'tolmasang kasbiy sertifikatga bor, undan o'tolmasang yana bir marta toifaga harakat qil deb iloji boricha ustozlarimizga imkoniyat berilyaptiki, qanday qilib bo'lmasin pedagogning nufuzini oshirish, qanday qilib bo'lmasin ularni toifa sertifikatiga yoki o'sha o'zini kasbiga muvofiqlik sertifikatiga ega bo'lishlari uchun. Toifadan o'tolmagan ustoz kasbiy sertifikatga yuboriladi keyin. Ularga shu imkoniyat bo'ladi. Rahmat ustoz, bergan savollarimga chiroyli javob berganingiz uchun. Xudo xolasa o'zim sizda ashaddiy muxlisingiz va o'quvchingiz bo'lib qolaman. Maqsadim o'sha talabalik yillarimda siz bilan birgalikda attestatsiya jarayonlariga puxta tayyorgarlik ko'rish eng oliy maqsadim. Rahmat ustoz. Kattakon rahmat. Biz ovozli chatni davom ettiryapmiz. Ko'pchilik esa SMS tarzida savollarni yuborishyapti. Biz birinchi qismda aynan Telegram bosqichga yuborilgan savollarga javob topgan edik. Hozir
aynan mikrofonlarni ochgan holda jonli muloqot orqali savollarga javob topmoqchimiz va shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, aynan yuqorida hali javob berilmagan, muhim, boshqalarni ham qiziqtirayotgan savolingiz bo'lsa, mikrofoningizni ko'taring. Agarda siz bermoqchi bo'lgan savol yuqorida ham aytib o'tilgan bo'lsa, iltimos mikrofoningizni tushiring, shunda biz chalkashishlardan xalos bo'lamiz, ya'ni aynan kerakli savol qaysiligini tezroq aniqlagan bo'lar edik. Va shu bilan birgalikda test natijalari bo'yicha savol bermoqchi bo'lsangiz, buni yuqorida ham aytib o'tdik. Ularni keyingi ovozli chatlarimizga saqlab qo'ying, chunki biz aynan attestatsiya test natijalari bo'yicha ingliz tili o'qituvchilari, biologiya o'qituvchilari ko'pchilik tomonidan kelayotgan noroziliklar bo'yicha navbatdagi ovozli chatni tashkil qilmoqchimiz. Bu bo'yicha vazirlikka murojaat qilganmiz, tegishli tashkilotlarga murojaat qilganmiz. Ular mutaxassis ajratuvchilar bilan ovozli chatni o'tkazamiz. Hozir esa Ibodat Abdurahimova ismli ishtirokchimiz, marhamat, mikrofoningiz yoqildi, savolingizni o'qib eshittirsangiz bo'ladi. Adashmasam texnik nosozlik. Assalomu alaykum ustoz, men gapirsam maylimi? Assalomu alaykum, bemalol. Anora ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz. Avvalambor sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Yaqinda bo'lgan Rahmat. attestatsiyada 76 ball bilan birinchi toifaga ega bo'ldim. Uzog'i bilan sizda 3 kun guruhda o'tirib, pedagogikadan 10 tadan 9 ta yechib chiqdim. Tabriklayman Endi ustoz. rahmat, sog' bo'ling. Endi Xudo xohlasa, nasib qilsa, navbatdagi attestatsiyada qatnashib, oliy toifaga topshirib, shu bilan birga 70% ham qo'lga kiritmoqchiman. Shunda menda savol bor. 70%likka 86 balldan yuqori to'plasa yetarlimi yoki qanaqadir shartlari bormi yana? Hurmatli ustoz, 86 ball va undan yuqori ball to'plasangiz kifoya. Lekin toifangiz birinchi va oliy toifali o'qituvchi bo'lib, testga kirishingiz kerak. Hozirda birinchi toifani qo'lga kiritdim, Xudo xohlasa, Ha. nasib qilsa. Shunday bo'lsa, siz bemalol 86 ball va undan yuqori ball to'plasangiz 70% ustama egasi bo'lasiz ustoz. Rahmat, sog' bo'ling. Jamoangizga kattakon rahmat. Salomat bo'ling, manfaatli bo'lsin ustoz. Rahmat. Rahmat, savol uchun ham, javob uchun ham. Mikrofon ko'targan ishtirokchilarimiz bor. Demak, ulardan birini mikrofonini ochishga harakat qilamiz. Marhamat, Qurbonova Dilovar ishtirokchimiz, mikrofoningiz yoqildi. Bemalol savolingizni o'qib bersangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu Ustoz, alaykum. yaxshimisiz, Umarxon ustoz? Rahmat. Avvalo sizga katta rahmat ustozim. Mana shu haligi chatlaringizni ochdingiz-ku, nima gruppalaringizni. Ana shundan keyin sizga kirib juda katta bilimga ega bo'ldim. To'g'risi, sizga avvalo katta rahmat va 90 ball olib, oliy toifali edim, 70% ustamaga erishdim. Buning uchun sizga katta rahmat. Avvalo Allohim qolaversa siz orqali menga shunday sharafli nima ega bo'ldim, shunday sharafga. Ustoz, endi ustoz. rahmat sizga. Endi savolim shuki, mana vazir ustamasiga o'zlari chaqirishadimi yoki bo'lmasam o'zimiz bir surishtirishimiz kerakmi demoqchiman. 90 ball bo'lsa, endi hozir aytyapsiz-ku, hudud bo'yicha 3 ta eng yuqori ball deganingizga. Hurmatli ustoz, siz uni o'zingiz surishtirishingiz kerak emas. O'zi attestatsiya yakunlariga ko'ra hududlarda ma'lumotlar taqdim etiladi va aynan shu vazir ustamasi hamda yil o'qituvchisi ko'rik tanloviga nomzod sifatida ishtirok eta oladigan ustozlar ro'yxati o'zingizni maktabingizga yuboriladi. Agar sizning natijangiz hududingiz bo'yicha yuqori bo'lsa, sizning maktabdagi ilmiy bo'lim mudiringizga xabar yetadi va sizga u kishi yetkazishadi ustoz. Shuning uchun alohida biror joyga borib uni surishtirishni hojati yo'q, o'zi e'lonlar beriladi ustozim. Undan keyingi imtihonlar qanaqa bo'ladi nimasi? Bular o'sha nizom bo'yicha bo'ladi, hurmatli ustoz, ya'ni yil o'qituvchisi ko'rik tanlovi nizomi hamda vazir ustamasiga da'vogarlik qiluvchi ustozlar uchun o'zi alohida nizomlar ishlab chiqilgan. Mana shu nizomlar bilan tanishib chiqib turib, hozir tayyorlanib tursangiz ham bo'ladi ustozim. Bunga ham tayyorgarlik ko'rsatasizmi?
Xudo xohlasa, Alloh nasib qilsa, qo'ldan kelgancha attestatsiya sinovlarini yakunlab olsak va ustozlarimizning ro'yxatlari aniq bo'lsa, unga qarab guruh shakllantirib, biz qo'limizdan kelgancha yordamni hamda darslarni o'tishga harakat qilamiz. Katta rahmat ustozim. Endi sizga Xudo xohlasa nima milliy sertifikatga ham sizda tayyorlanmoqchiman. Albatta ustoz. Qachondan Rahmat. boshlaysiz shu nimalaringizni? Hurmatli ustozim, hozir ham e'lon qildim. 12 noyabr kuni kech soat 20:00 da kanalimizda taqdimot bo'lib o'tadi. Mana shu taqdimotda barcha kurslarimiz va barcha qilinadigan ishlarimiz haqida rejalarimiz bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat ustoz, sizga katta rahmat. Sog' bo'ling, charchamang. Mana shunday Sog' fidoyi bo'ling. ustozlar bor ekan. O'zbekiston ustozlari hammasi Xudo xohlasa yaxshi natijalarga erishadi. Minnatdorman ustoz, manfaatli bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat sizga ham yuborgan savolingiz uchun. Biz ovozli chatni yakunlasak bo'ladi. O'ylaymanki, bugun ancha savollarga javob topdik. Ekspertimiz tomonidan ko'plab qiziqarli savollarga javob berildi deb o'ylayman va albatta yuqorida aytib o'tganimdek, hali bu oxirgi ovozli chatimiz emas. Biz yana ovozli chatlarni tashkillashtirish niyatidamiz. Balki aynan Anora ustozimizni o'zlari bilan o'tkazarmiz yoki yana kimdir shunaqa ovozli chat o'tkazishimizga ekspert bo'lib qatnashmoqchi bo'lsa, marhamat, biz maxsus botni yozib qo'yganmiz. O'sha botga o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni yuborishingiz mumkin. Biz har qanday o'qituvchi bilan hamkorlikda ishlashdan xursand bo'lamiz. Bugungi ovozli chatdagi ishtiroklar uchun va bizga yaqindan yordam berganlari uchun, barcha savollarga to'liqligicha tushunarli qilib javob berganlari uchun ekspertimiz, ustozimiz Mahkam va Anor ustozga alohida rahmatlarimizni aytib qolamiz. Ustoz, tashrifingizdan xursandmiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Kanal faoliyatini anchadan buyon kuzataman. O'zim ham aynan shu faoliyat, ya'ni kanal faoliyat yuritganim uchun aynan sizlardagi berilayotgan ma'lumotlarning aniqligi va ustozlarimiz uchun hech qanday qidirilmaydigan darajada real ma'lumotlar berganlaring uchun avvalo sizlarga mingdan-ming rahmat aytaman. O'z kanal faoliyatimda ham ko'proq mana shu sizlarning kanalingizni tavsiya qilaman. Biror bir xabar, ta'limda yangilik bo'lsa, shu kanalda e'lon qilinadi, shu kanalni ma'lumotiga tayanamiz deyman. Alohida tashrif buyurishim uchun iltimos qilganingiz va kanalga mehmon sifatida taklif etganingiz uchun sizlarga ham alohida rahmat aytaman. Sog' bo'linglar. Rahmat sizga e'tibor va e'tirof uchun. Biz ham albatta sizni keyingi ishlaringizda omad yor bo'lishini tilab qolamiz. Ta'lim xabarlari .uz jamoasi barcha pedagoglarga chin dildan omad tilaydi va ular bilan birgalikda ishlashga o'z tayyor ekanligini har doim bildirib keladi. Barchaga bugungi ovozli chat davomida biz bilan bo'lganingiz uchun tashakkurlarimizni bildiramiz. Navbatdagi ovozli chatlarda ham bizni kuzatib boring. Ta'lim xabarlarini kuzatishda davom eting. Eng so'nggi, eng muhim yangiliklarni albatta birinchi bo'lib bizdan olishingiz mumkin bo'ladi. Barchaga rahmat. Ovozli chatdagi ishtirokingiz uchun. Keyingi ovozli chatlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Sog' bo'ling, sizga ham alohida rahmat.